O'zbekistonda bahor-yoz oylarida eng ayollarni qiynaydigan ikkita muammo bor. Birinchisi dog', ikkinchisi yuz qizarishi. Va bular bir-biriga judayam bog'liq. Sizlar umuman aloqasi yo'q deb o'ylaydigan narsalar doim odatda bir-biriga bog'liq bo'ladi. Nimaga bunaqa deyapman? Odatda dog'ga moyil bo'lgan odamlar, dog' tez tushib qoladigan odamlar boshida yuzi ta'sirchan bo'lgan bo'ladi. Ya'ni sizni yuzingiz avvaliga ta'sirchan bo'lgan, tez-tez qizargan va sizga dog' tushgan. Bu narsani hech qachon inkor qilib bo'lmaydi. To'g'ri, men homiladorlik davridagi dog'larni aytmayapman, chunki homiladorlik davrida ko'p ayollarimizda xlazma bo'ladi va bu keyinchalik yoki yo'q bo'lib ketadi, yoki melazma formaga o'tib ketadi va afsuski melazmani davolash ancha-muncha qiyin. Shu uchun ayniqsa yuzi qizaradigan ayollarimiz judayam siz dog'ga moyil ekanligingizdan xabardor bo'ling va yuzingiz doim namlangan, tinchlantirilgan va albatta professional uhod, ya'ni professional SPF'lar ishlatilgan bo'lishi kerak. Siz uyni ichidamisiz? Uyingiz, hovlingizni ichi soyami? Uni ahamiyati yo'q. Agar sizda yaxshi SPF bo'lmasa va yuzingiz qizargan, ta'sirchan bo'lsa, bu qachondir albatta dog' beradi. Chunki baribir bir kun ko'chaga chiqasiz, bozorga borasiz. Har kun ham odamni esiga kelavermaydi. Kimdir esidan chiqib SPFni surmay chiqadi va o'sha kunni o'zidayoq bir kunda dog' olasiz. Biz bilamiz, dog' tushishi judayam oson, ketkazish judayam qiyin. Va bunda qanaqa qilib to'g'ri parvarish qilamiz? Albatta, bahor-yoz oylarida yuzi qizaradiganlar ham, yuzida dog'i borlar ham chayni soda, limon, bunaqa narsalarni, umuman yuzingizga kislotalik narsalar yaqinlashtirmang. Hattoki men yablочный uksusdan tonik ko'rsatganman, ko'p narsalar ko'rsatganman YouTube kanalimda. Bular albatta hammasi O'zbekiston sharoitida bahor-yoz oylarida mumkin bo'lmagan muolajalar. O'zi вообще hech qachon men chayni soda haqida video qilmaganman, qilmayman ham. Chayni soda kategorически yuzga ishlatish mumkin emas. Pilingni ham juda ham ehtiyot bo'lib kosmetolog kabinetiga professionalniy 10% mindalniy pilinglarni qanaqangidir azelayinovый pilinglar qildirishingiz mumkin va buni albatta mutaxassis hal qiladi. O'zingizdan o'zingiz hech qanaqa pilinglar olib ishlatmang va pilinglarni ko'pchilik mana oddiy skatka pilinglarini Oriflame Faberlic'dan olib ertalablari ham ishlatar ekan. Bu juda ham noto'g'ri qizlar. Pilinglar odatda haftada 1 kun, 2 kun teri turiga qarab ishlatiladi va bunda biz eng muhim e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa doim yaxshi SPF'imiz bo'lsagina piling olishimiz kerak. SPF bo'lmasa qizlar, olmanglar yuzlaringizni kuydirib yubormanglar. Xo'p, yuqoridagi aytganlarga amal qilinmagan va dog' tushgan. Endi nima qilsak bo'ladi? Hech bo'lmaganda uy sharoitida ham bir yordam bering deydigan ayollarimiz uchun bodringni suvi bemalol kechqurun surishingiz mumkin. Yaxshigina ochartirib beradi dog'larni. Sizda agar suzmalaringiz bo'lsa uyda, yog'siz suzmalarga bodringni qo'shib ishlatsa ham bo'ladi, lekin bunda ham juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agar yuzingiz qizaradigan, ta'sirchan bo'lsa, suzma hech narsa ishlatmaysiz, faqatgina bodringni suvi juda ham yaxshi tinchlantiradi. Kechasi romashka suvlari bilan yuvishingiz mumkin. Odatda qizlar tinchlangan yuzlarga dog' tushishi juda ham qiyin bo'ladi. Endi men ichki kasalliklarni nazarda tutmayapman. Agar ichki organizmda muammolar bo'lsa, bu hech qanaqa sizni dog'dan qutqarib qola olmaydi. Va albatta, mana shu narsalarga e'tibor qilishingizni xohlardim. Chunki biz O'zbekistonda yashaymiz, quyoshimiz judayam issiq, anomal issiqlar endi boshlanyapti va yuzimizni doim himoya qilishimiz shart. Yaxshi umuvvalka, yaxshi SPF, yaxshi namlantirish va ko'pchilik pantenoldan foydalanadi bilaman. Qizlar, men pantenol haqida ham, metil uratsil haqida ham, hamma mazlar haqida video qilganman. To'g'ri, unda rosa ezmalanib videoni cho'zganman. Endi yosh bo'lganman, bu tajriba. Lekin men doimiy ishlating demaganman. 2 oy, 3 oy. Chunki aptechniy vositalar hammasida ограничениялari bor. Bir umr ishlatib yura olmaysiz u narsalarni. 2 oy ishlatdingiz, 1 oy ishlatdingiz, to'xtatamiz va 5 oy 6 oy dam olib mayli yana ishlatsangiz bo'ladi. Hammangizni yaxshi ko'raman. Umid qilamanki videom foydali bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar.